9 yildan beri dizayndaman va uni ichida 4 yil, 5 yil o'ta chuqur man preview, ya'ni YouTube uchun muqovalar yo'nalishini o'rgatib va hozir ham o'rganib kelaman. Va bilasiz, MetaArts degan kanalim bor. Deyarli mana 17,5 mingta bo'ldik va man bemalol ayta olaman, O'zbekiston bo'yicha eng ko'p dizayn va aynan preview YouTube uchun muqovalar yig'ilgan YouTube kanalim desam ham bo'ladi. Va bugungi videorolik siz kutgan videoroliklardan biri. Ya'ni men uchun poydevor bo'lgan. Men uchun Amerika YouTube'iga, Amerika dizayniga kirib kelishimga poydevor bo'lgan mening portfoliyom deb nomlanadigan videorolik bo'ladi. Salom dizaynerlar va dizaynga qiziqadiganlar. Siz kutgan video mening portfoliyom. Telegram kanalimga to'xtalib o'tamiz. 5650 ta bo'ldik va Telegram kanalimda men aynan dizayn, sun'iy intellekt, sound design, ya'ni jamiki dizaynerlarga, ijodiy odamlarga kerak bo'ladigan narsalarni yuklab turaman. Demak, e'tibor bering, bu meni ishim va bundan tashqari biron bir ish tayyorlasam, mana oddiy misol banner, avatarka tayyorlaganman. Buni men qayerlariga qanday e'tibor berganman, qanday tayyorlaganman, boshdan oxirigacha ma'lumotini beraman. Va siz ham obuna bo'lsangiz juda ko'p narsa olasiz. Bu hammasi mutlaqo tekin. Deyarli 1000 taga yaqin obunachim meni alohida gruppamga yig'ilgan. Bu guruhimni bo'lib qo'yganman, ya'ni yordam guruhi bor. Agar sizga yordam kerak bo'lsa, bemalol savol berasiz. Biladiganlar, tajribasi bor odamlar javob berishadi. Bu yerda sun'iy intellektga qiziqadiganlar uchun boshdan oxirigacha savol-javoblar, qanday tayyorlashgan, nimalar qilishgan, nimalarga e'tibor berishgan. Aytgancha, preview mavzusi bor. Dizaynerlarga oddiy misol previewni yuborasiz, meni vaqtim bo'lsa feedback beraman, maslahat beraman va siz o'zingizga kerakli narsalarni olishingiz mumkin. Bu yerda dizaynerlar juda ko'p. Faqat savollar, agar savol bo'lsa berasiz. Shunga o'xshagan men guruhimni bo'lib qo'yganman. Oddiy misol animatsiya bo'ladimi, Amerika YouTube bo'ladimi, ovoz bo'ladimi, nimalarga e'tibor berish kerak, qanday qilib ovozni tozalash kerak, sizga ma'lumot berishadi. Aytgancha havola kommentariyada bemalol o'tib Telegram kanalim, hattoki guruhimga ham qo'shilsangiz bo'ladi. Mutlaqo tekin. Endi esa sahifamga to'xtalib o'taman. Demak, e'tibor bersangiz banner bor. Buni birinchi ochganimda tayyorlab qo'yganman, o'zgartirgim kelmaydi. Ya'ni YouTube preview dizayneri qo'limda olovlar, takoy prям ajoyib chiqqan. Birinchi o'sha ochganimda yuklab qo'yganman va eng birinchi ishimga to'xtalib o'tamiz. Demak, e'tibor bersangiz, Omonxon uchun tayyorlagan horror yo'nalishda bu preview bo'lgan va e'tibor qaratsangiz, men ingliz tilida yozib qo'yganman, o'zi aslida o'zbek tilida bo'lgan. Men ingliz auditoriyasiga moslab tayyorlaganman. Bu juda ajoyib zakazlardan biri. Omonxonda obunachilari bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Mana shu rasmlari ham, mana shu bir sharpalar ham aynan Omonxonda rasmi bo'lgan. Unda hali sun'iy intellekt yo'q edi va hammasini deyarli Photoshopda tayyorlash kerak edi. Demak, e'tibor bersangiz, mana bu yerda yozganman, bloger bor edi, ideya uchun menga rasm yubordi va men sekin tayyorlashni boshladim. Ya'ni morg bor, fonni to'g'irladim, qo'llar, zanjirlar, yo bo'lmasam o'sha kameralar qo'ydim. E'tibor uchun rahmat. Bo'ldi. Bu birinchi meni yuklagan ishim bo'lgan va bu ishni men 26 mart 2023-yil yuklaganman va mana e'tibor qarating, kommentariyalar. Va shu kungacha ishlarimni yuklab kelaman va e'tibor qarating, meni ishlarim har xil, ya'ni bir xil yo'nalishda ijod qilmayman va mana birinchi rekomendatsiyaga chiqqan meni ishim. Bu ham Omonxon YouTube kanali uchun tayyorlaganman. Demak, bloger bo'lgan, bloger menga rasmni yuborgan, kompozitsiya uchun kerakli detallarni yiqqanman va hammasini kompozitsiya qilib, ranglar bilan ishlab, mana shu previewni tayyorladim. Tashlandiq binoga, binodagi odam degan juda ajoyib ish bo'lgan. Meni o'zimga o'ta yoqadi shu ish. Prям o'ta ko'p vaqtim ketgan. Va bu yerda ham kommentariyalar bor. Mana ingliz auditoriyasidan kommentariyalar kelgan. Ko'pincha shu Hindiston dizaynerlari bir yozishardi boshida. Sekin asta o'z ishlarimni yuklashni boshlaganman. E'tibor qarating, mana 396 ta prosmotr. Va bu yerda mana 550 bitta. Bu aynan endi har bitta ishga to'xtalib o'tmayman, esimda bor va men uchun o'ta muhim bo'lgan ishlar. Bu Texnoplov kanali uchun birinchi o'ta qiyin preview, ya'ni Darknet uchun tayyorlaganman. Haligacha esimda Sa'dulla akani reaksiyalari birinchi yuborganimda, agar topsam qo'yib qo'yaman, ekranda ko'rishingiz mumkin. Va mana shu ishlarim rekomendatsiyaga chiqqan. 1300 ta prosmotr bo'lganda menga ingliz auditoriyadan yozishni boshlashgan. Va sekin asta ishlashni boshlaganman. Va bu o'zimni kanalim uchun tayyorlangan previewlar, bu ajoyib
prevyular YouTube kanalim bo'lgan. Zoo yordam degan, ya'ni mushuk itlarga bag'ishlangan bu kanal hozir yo'q. Susanbil kanali uchun oddiy misol o'zimni YouTube kanalimga tayyorlagan prevyularimni yuklaganman. Doimo maslahat berib kelganman. Siz o'z ko'zingizni o'rgatishingiz kerak. Ya'ni qanday prevyular tayyorlanadi, nimalarga e'tibor berish kerak va mana shu portfolioim sizga yordam bo'lishi mumkin. Ya'ni endi boshlab turgan dizaynerlarga. Oddiy misol mana e'tibor qarating. Mana bu 360 gradusga buriladigan alohida o'sha noutbuk haqida. Sa'dulla aka menga rasm yuborishgan va men ideya qilganman. Ya'ni oddiy strelka, ya'ni o'sha urg'ular bilan 360 gradus urg'usi bilan men mana shuni tayyorlaganman. Bir marta ko'rganingizda aniq bilasiz 360 gradusga buriladigan aynan mana shu strelkalar bilan tayyorlangan preview va bunda ham kommentariyalar mana kommentariyalar ko'rishingiz mumkin. Va bu sizga katta yordam beradi. Mana oddiy misol o'ta chuqur yoritib berganman. Nodir aka, Susanbil kanal muallifi menga rasm yuborishgan. Men nimalar qilganman? Oddiy posterlardan olganman. Nodir akani tasarat alohida boshdan oxirigacha tayyorlaganman. O'sha toshni, lokini olganman va umum holatda ko'pni olib, aynan svetlar berib, orqasidan light, ya'ni o'sha svet berib, magic, ya'ni sehrli svet bilan ishlatib, umuman komplementarniy rang bilan va umum holatdagi rang bilan men bitta mana shuni tayyorlaganman va siz ko'rishingiz mumkin mana shu holatga kelgan. Bunda hali sun'iy intellekt yo'q edi va bu men uchun juda ajoyib nima edi? Oddiy misol mishkalarda chizardim mana shu konturni svetni. E'tibor bering sochlarni. E'tibor bering bu prevyuni va yaxshi prosmotrga mana kommentariyalarni ko'rishingiz mumkin va bu yerda yana kommentariyalar bor ekan va mana e'tibor qarating 1700 ta va mana Omonxon, Susanbil, ya'ni Texnoplov, Susanbil va shundan keyin mana sekin asta chet el blogerlarini prevyusini o'tib ketganman va shu holatda menga chet el blogerlari yozishni boshlagan. E'tibor qarating, bu aynan Italiya uchun tayyorlagan prevyum, italyanskiy blogerga, mana bu Germaniyadagi aynan hayvonlar uchun tayyorlangan edi. Men buni noldan yasaganman, e'tibor qarating. Hattoki o'sha qonlarigacha meni o'ylashim bo'yicha YouTube blokirovka qilmasa kerak. E'tibor qarating, juda ajoyib yo'nalish hayvonlarga. Maslahat beraman, kimda kim ishlamagan bo'lsa ishlab ko'rishni, juda zo'r yo'nalishlardan biri. Hamma prevyularni o'zim tayyorlaganman, 100% qo'lda va hammasini mualliflik huquqi bor deb qolaymi. No, aytmoqchimanki, mana shu yo'nalish menga yoqadi. Ya'ni hayvonlarni yo'nalishi eng qiziq bo'lgan yo'nalishlardan biri. E'tibor qaratsangiz, mana moliyaga tegishli prevyular va alohida mana tam krizis, finans, pullar yo bo'lmasam shu bitcoin, ana shunaqangi narsa va bu aynan katastrofalar, ya'ni alohida o't balosi, suv balosi deydi-yu, xuddi shunaqangi yo'nalishdagi tayyorlangan prevyularim. Bu umum holatda ajoyib ishlangan prevyular. Maqtamoqchi emasman, lekin mana kommentariyalarni o'qib ko'ring, juda yaxshi kommentariyalar tushgan. Demak, bu yerda nimalar bor? Sizga kerak bo'ladigan jamiki prevyularni to'plami bor. Nimalar qilganman, nimalarga e'tibor berganman, qanday tayyorlaganman va e'tibor qaratsangiz, men bitta yo'nalishda to'xtab qolmaganman va bu meni katta plyusim deb bilaman. Nega? Chunki mijoz kiradi, bu ham taom yo'nalishida tayyorlabdi, ham bitcoin, ya'ni kriptovalyuta, ham vlog yo'nalishida, ham bannerlar tayyorlayotgan, ham mana bunaqangi bir yorqin prevyular tayyorlayotgan deb qiziqadi va mana prosmotrlarni ko'rishingiz mumkin. 1,5 mingta, mana bu yerda 2,5 mingta, mana shu ishlarim ham juda ajoyib ishlardan biri bo'lgan. Mana shu ishni tayyorlaganimdan keyin men Lyuksemburgga kompaniyaga ishga kirganman va hozirgacha shu kompaniyada prevyular tayyorlab turaman. Mana shu ishim orqali meni ishga olishgan va bu bir kichik ishlarimdan namuna. Bu Susanbil kanali uchun tayyorlagan prevyular. Susanbil uchun alohida videorolik chiqaraman, like to'plasa va aytgancha aytib o'tmoqchiman, bu videorolikda konkurs bo'ladi. Konkursga alohida to'xtalib o'taman. Sizni yutug'ingiz men bilan 1 soatlik konsultatsiya bo'lishi mumkin. Agar siz yutsangiz, qanaqangi yo'nalishdan qat'iy nazar, sun'iy intellekt bo'ladimi, ovoz bo'ladimi yoki biron bir sizni qiziqtirgan savol bo'ladimi, 1 soatning ichida javob beraman. Kunduzi uchun tayyorlangan prevyular. Mana bu preview ham juda zo'r, ajoyib yo'nalish. Buni kamdan kam odamlar bu yo'nalishda ijod qiladi, lekin karikatura yo'nalishi. ITVga tayyorlagan prevyularim va bu pulga nishoviy, ya'ni juda ajoyib. Mana bu sport yo'nalishida. E'tibor qarating, odam zerikib qolmaydi. Bu o'zimizni turnir uchun tayyorlangan o'zbek
YouTube'dagi prevyularim. Alohida to'xtalib o'tamiz, xudo xohlasa. Va katta proyektlardan biri Take deb nomlanadi va bu chempionat boshlanganda man alohida 100% buni dizaynini olganman. Alohida to'xtalib o'tamiz katta proyektlarga. Agar bu videorolik sizga yoqqan bo'lsa, kommentariy yozib qoldiring. O'z fikringizni yozing, like bosing, menga o'ta muhim. Mana bu yo'nalish ham juda zo'r. Aytgancha Amriddin video chiqargan edi. Qanday yo'nalishlar bor Amerikada va siz u yo'nalishni o'rgansangiz bo'ladi. Aytgancha mana bu yerdan yoki mana bu yerdan chiqadi. Belgilab qo'yaman, ko'ring. Aynan o'ta taniqli yulduzlarni yo'nalishi, ya'ni mana prям Drake bor bu yerda. Mana prям mana bu ishim ham o'zimga yoqadi. Sun'iy intellekt orqali tayyorlaganman. Esimga tushib ketdi. Juda uzoq ishlaganman bu yo'nalishda. E'tibor qarating ishlarga. Mana bu ishni tayyorlab berganimda mijoz deb yuborgan, oho deb yuborgan. Ajoyib, bu ham chet el auditoriyasiga tayyorlangan ishlarim. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, alohida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni har bitta ishga alohida to'xtalib, o'z fikrlarimni qayerda qiynalganman, boshdan oxirigacha ochib beraman. Endi men uchun eng qiziq bo'lgan prevyularga to'xtalib o'tamiz. Haqiqiy ijodiy ishlar bo'lgan. E'tibor qaratsangiz, Benedikt degan aynan chet el auditoriyasida taniqli bloger bor. O'sha blogerga tayyorlagan ishlarim. Bu travel yo'nalishida, ya'ni dam olib yuradi, har xil joylarga borib, shunaqangi yo'nalishda ijod qilib ko'rganman, menga yoqqan. Mana shu ishim mijozga juda yoqqan, ya'ni krokodil yeb ko'rgan ekan. Men buni juda chiroyli tarzda ochib berganman. Ya'ni qo'lida tam macheta, vilka, u haqiqiy bir krokodil turibdi, yarmi pishgan, yarmi pishmagan odam uchun qiziq. Mana bu bo'lsa, bu ishlarim men uchun eng ijodiy ishlarimdan biri. Juda qiynalganman shu ishga. Bu o'yin Let's Play yo'nalishiga tayyorlagan ishlarim. Bu mashina, ya'ni oldi-sotdi mashinalarda obzori. Bu mana ajoyib. Bu reaksiyalar bo'lgan. Mana shu ishda ham juda qiynalganman. Menga shunday taza berishgan, aynan qora tutunlar qo'ldan chiqib turish kerak deyishgan, iloji boricha eplab berganman. No, ajoyib ishlar. Mana, to'g'risi, ya'ni Mr. Beast'ni aynan mana shu o'yinchoqlarini alohida olib eksperiment qilgan bloger qiz uchun tayyorlaganman. Mana bu joyini ko'rib chevy bergan menga. Agar adashmasam, shu bloger chevy bergan. Mana shu ishlarim. Bu Delemy uchun tayyorlagan, bilsangiz kerak, ya'ni McQueen, chaqmoq McQueenga tayyorlagan prevyularim o'ta og'ir ishlardan biri bo'lgan. Sizlarga qiziq bo'lsa, buni ham ochib berishim mumkin. Ya'ni qanday qilganman, nima qilganman, hammasini PSD'si bor, ya'ni sahnaga qilib qo'yganman. Va bu mana e'tibor qaratsangiz, sekin o'sha chet el auditoriyasiga tayyorlagan finans, ya'ni pullar bo'yicha yana bormikan-da? Mana reaksiyalar bo'yicha yuqorida aytdim-ku, karikatura deb. Mana karikatura yo'nalishida. Faqatgina shu bloger menga beradi. Ya'ni boshqa dizaynerlar uni tushuna olmagan. U aytgandek tayyorlab bera olmagan. Oddiy misol e'tibor qaratsangiz, mana bu qoshlariga. Unga karikatura kerak bo'lgan, ko'p kishi tushunmagan karikatura nimaligini. Va bu ko'pincha shu ko'proq o'qib, ko'proq bilib, ko'proq prevyularni ko'rib, yo'nalishlarni bilib yursangiz, bittada tushunasiz. Va to'g'risini aytaman, mana shu mani portfoliyom sizga juda ko'p yo'nalishda yordam berishi mumkin. Shuning uchun obuna bo'ling. Va mana bu $550 ishlaganman mana shu preview tayyorlaganimda. Bundan tashqari boshqa prevyular tayyorlaganman. Agar qiziq bo'lsa, shu aynan kanal bilan ishlaganim haqida batafsil ma'lumotini chiqaraman. Demak, ko'rishingiz mumkin mana travel, ASMR yo'nalishdagi prevyular. Mana bu preview ham zo'r chiqqan. Men uchun o'zimga yoqadi, to'g'risini aytsam. Taniqli bo'lgan 5.500.000 obunachisi bor kanal uchun tayyorlaganman. Agar adashmasam, to'g'rilab o'tib ketasizlar. Va mana prevyular ko'rishingiz mumkin. Har xil yo'nalish, bitta yo'nalishda qotib qolmaganman. Ko'p dizaynerlarning xatosi bir xil yo'nalishni ushlab olishadi. Agar u yo'nalish nima desam bo'ladi, doimiy bo'lsa, bitta yo'nalishda ishlasangiz bo'ladi. Agar siz ijodiy va ko'proq zakaz olmoqchi bo'lsangiz, har xil yo'nalishda ishlab ko'ring.
va mana bu yo'nalish ham zo'r. Ya'ni ko'pincha vlog bo'lgan, ajoyib bo'lgan. Oyoqlarini qonatib, mana shu taraflarini bir e'tibor ber degan va tayyorlab berganman. Va oxirgi ishlarimdan biri bu juda katta kanallardan biri, ya'ni Atir. Va nihoyat oxirgi postga yetib keldik va shu yerda rozigrish bo'ladi va siz 1 soatlik konsultatsiya yutib olsangiz bo'ladi. Demak, oxirgi ishlarimdan biri mana shu ishni yuklaganman. Siz bu ishga kirasiz va ingliz tilida oddiy misol ishlarimni ko'rib chiqing sifatini. Ingliz tilida kommentariy yozib qoldirasiz. Mana bu yerga sal pastroq tushsangiz, aytgancha mana e'tibor bering. Ishlarimni bemalol ko'rib, o'z bahoyingizni ingliz tilida kommentariy yozib qoldirasiz. Va bu kommentariyalarni men olib rozigrish o'tkazaman va aynan sizni kommentariyangiz chiqqan bo'lsa, siz 1 soatlik konsultatsiya yutib olasiz. Demak, shartlar juda oddiy. Telegram kanalimga obuna bo'lasiz, bu yerga ingliz tilida o'z fikringizni yozib qoldirasiz, ishlarim, mani videoyim yoki umum ijodim haqida va siz 1 soatlik konsultatsiya yutib olasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.